ham jo'r bo'ling ardog'imizga, bir kelib keting qishlog'imizga. Siz ham jo'r bo'ling ardog'imizga, mehmon bo'lib keling qishlog'imizga, bir kelib keting qishlog'imizga. Bolajonlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qo'zichoq adashib qolibdi. Bu qo'zichoq sizlarniki emasmi? Yo'q. Voy, ko'rsatuv boshlanib qolibdi-ku. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Biz Jizzax viloyatining Zomin tumanidagi Gulshan mahalla fuqarolari yig'iniga kelgan edik. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, yo'lda yolg'iz adashib qolgan qo'zichoqni topib oldik. Lekin bolalarniki emas ekan. Bechora qo'zichoqni onasini topishimiz kerak. Yana izlashda davom etdi. Ko'rsatuvimiz mana shu joydan boshlandi. Assalomu alaykum. Hamza yaxshimisiz? Salomatmisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Yaxshimi? Aziz tomoshabinlar, men bugungi hamrohimni sizlarga tanishtiradigan bo'lsam, Xudoyberdi Zominiy. Jamoat faoli, qolaversa, ko'pchilik Xudoyberdini bloger deb biladi. Hozirga topdingiz. Ko'chadan topdim. Sizni izlab yo'lakay. Lekin men bilib oldim-da, Xudoyberdijon bu qishlog'ingizni asosiy drayveri chorvayov. Shunaqa, qishlog'imizning nomi hozirgi zamonaviy Gulshan deb nomlangan bo'lsa ham, ko'pchilik bizning qishlog'imizni Pilim deb biladi. Ya'ni nasldorlikka ixtisoslashgan qishloq bo'lganda bizniki. Hozirda endi tarmoqlarimiz ko'payibdi. Bugungi kunda dehqonchilik, chorvachilik, ya'ni ko'plab sohalarda qishlog'imiz yaxshi rivojlanyapti. Buni onasini qayerdan topamiz? Onasini endi birgalikda izlaymiz, qani. So'raymiz bu kundan. Yangilar qo'y boqib yuradi shu atrofda. Ko'ramiz, oldiga boramiz. Assalomu alaykum, yangilar. Assalomu alaykum. Mana shu qo'zichoq sizlarniki emasmi? Bu ko'chada adashib ketibdi-da. Sal qoldi olib ketib qolishimizga. Hammanikida chorva bormi? Ko'pchilikda bor. Nechta qo'yingiz bor? Bilmayman, bir 20 tami, 30 tami bor. Kundan kunga ko'chamizga obod bo'lib qolyapti. Hech bir janjal yo'q. To'y bo'lsa intibahmay qilamiz. Bobolar tubi o'tkazib qo'yib, muzikani chaldirib, havas qilib, kirishdan ustidan o'ynaymiz kelib ketadi. Ela bu qishloqda odamlari nega buncha xushchaqchaq? O'zimiz ko'chamiz qarab qaradi. Osmonga qarab. Prezidentimizga rahmat. Hamma narsa qilib qo'ydi. Biz duo qilamiz yetman tumandan. Tepadagilar omon bo'lsin deb. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Kepsizlar. Yaxshimisiz? Charchamang. Sog'ligingiz yaxshimi? Bu bizning mikrofonda. Aziz tomoshabinlar, qishloq ahli mikrofonimizni nima deb o'yladingiz? Bir sovg'ami debman. Albatta, sizga sovg'a shu. Keling, taqib Nevarlarni qo'yamiz. aylantirib yursizmi? Ha, shu nevarani aylantirib o'ynatib yuribmiz, boshqa qiladigan ishimiz yo'q. Yaxshi. Sog' bo'lasizlar. Omad tilayman hammalaringizga. Sog' bo'lingizlar, mayli. Charchamangizlar. Qishlog'imiz juda chiroyli. Insonlar undan chiroyli. Bolajonlar undan chiroyli. Oxir chiroyli. Ko'nka hammalar. Xuddi she'rga o'xshatib gapiryapsiz. Chiroyli, faqat chiroyli gapirmayman, lekin chiroyli. Ta'rifga so'z ojiz. Qishlog'imizga xush kelibsiz. Qarang, qishlog'ingizda mana bu trubalarni ustiga meni bekorga taklif qilmadingiz-ku. Shunday, maqtan aytdim-da. Qishlog'imizda sharoitlar. Qishlog'imiz 1986-yildan boshlab tabiiy gazdan foydalangan. Chunki katta chorvachilik komplekslari bo'lardi. Undan keyin ma'lum bir yillar uzoq muddat tabiiy gazdan uzilib qoldik. Hozir ham tabiiy gaz yo'q, lekin tabiiy gazli harakatlar davom etyapti. Qo'shni Zayardor tumanidan 15 kilometrga yaqin shunday quvur gaz trubalar tortib olib keldik.
Bundan tashqari bir maqtanib qo'yib, yana qachon kelasiz bizning qishloqqa? Qishlog'imiz haqiqatan qishloq deyishga ham sal uyaladigan bo'lib qoldik, chunki shaharda mavjud bo'lgan barcha infratuzilma sharoitlar qishlog'imizda ham yildan yilga yaxshilanib boryapti. Xususan qishlog'imizda prezidentimizda 898 qaror bor. U qarorda respublika bo'ylab tuman markazlaridan uzoq hududlarga, ya'ni 303 ta qishloqqa respublika bo'ylab qishloq infratuzilmasini rivojlantirish degan loyiha amalga oshirildi. Bu Jahon banki, Osiyo infratuzilma investitsiyalar banki O'zbekiston hukumati o'rtalig'ida bo'ldi. Ya'ni qishloq tuman markazi uzoq qishloqlarning sharoitini yaxshilash, xususan kambag'allikni qisqartirish iqtisodiyot va moliya vazirligi bu loyihani amalga oshirdi. Hududlarga kelib, xususan qishlog'imizga kelib, o'sha loyihaga rais sayladi. Odamlar bir ovozdan meni rais qilib sayladi. O'sha Jahon bankining loyihasi doirasida sarkam 10 milliardga yaqin qishlog'imizga pul ajratdi. Qishlog'imiz Gulshan mahalla fuqarolariga bizda filial qishlog'imiz bor, Tig'ir qishlog'i. Birgalikda 20 kilometrga yaqin ichki yo'llarni shag'allashtirdik. 6 ta suv bashni quduqlarni o'rnatdik, 15 kilometr turba liniyasi bilan. Ko'rib turganlaringizdek 1,5 kilometr maktabgacha bolalarimiz bemalol borib kelishligi uchun piyodalar yo'lakchasi qurdik. Qishloqda ham piyodalar yo'lakchasi 1,5 kilometr. Shunaqa, u boshlanish opa. Yo'q. Bundan ekonom bo'lgan summaga qishloqdagi eski simyog'ochlar stolbalarini kabeli bilan, zamonaviy qora kabellar bilan qo'ydik. Undan tashqari qishlog'imiz Open budjet degan davlat tashabbusi bilan yaxshi loyiha amalga oshirilyapti. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, lekin biz mazza qilyapmiz. Hamjihatlik, birlikda gap ko'p degandek, qishlog'imizning ichki deyarli ko'chalar asfalt bo'lmagan ko'chalar qolmadi. 18 kilometrga yaqin ichki yo'llarimizni asfaltlashtirdik. Qishlog'imiz aholisi odamlarimiz bilan birgalikda. Bundan tashqari ko'rib turganlaringizda qishlog'imiz hamma joyga yoritish chiroqlari qo'ydik. Hamma tomon yop-yorug' bo'ladi. Xuddi shaharda yurgandek oilalar, bolalar, yangalar bolalarini koleskalarda olib chiqib, oilaviy er-xotin bo'lib yuradi bola chaqasi bilan. Qishlog'imizga endi bitta xudo xolisa niyat qilib turibmiz, bir park, bog' tashkil qilib, aholini ko'ngilochar maskan tashkil qilish niyatdamiz. Bundan tashqari qishlog'imizda ko'rib turganingizdek daraxtlar, ko'kalam uzoqlashtirish ishlari ham yaxshi ketyapti. Qishlog'imiz. Yashil makon. O'zim ham bilasiz, Toshkentda yashayman, 4-5 yildan men Toshkent shahrida yashayman, lekin har shanba bozor qishloq tortadi-da, o'ziga Oxonrobodga tortadi. Endi qishloqda kelgandan keyin o'zim faqat dam olishdan tashqari odamlarda qanaqadir muammolari, maishiy muammolari Xudo berdi, buni qilishimiz kerak. Mahalla raisimiz bor, Inomjon Xudo xolasa. U ham tengdoshmi deyman. Inom ukamiz 93-yil, mendan 4 yosh kichkina, o'zimiz maktabda domlaydi, o'qituvchi. O'zimiz aytdik, Inom, men shu qishloqqa xizmat qilaylik, obod qilaylik. Birgalashib shu mahalla raisiga nomzodingni qo'y. Odamlarimiz seni saylaylik dedik. Yo'q, xolis bu yigitni saylab, ko'rib turganlaringizdek ancha katta-katta ishlarga sabab bo'lyapti Inomjon. Shu joyda Xudoberdijon, Inomjonni ko'rmasak bo'lmaydi. Bo'ladi. Inomjonni bir ko'raylik, suhbatini olaylik bo'lmasa. Bo'lsa ketdik. Aziz tomoshabinlar, hamma jam biljam, bitta men kam deganlaridek mahalla ertaliga yoshlar yetakchisi masalasida xotin-qizlar faollar, ijtimoiy xodim, oqsoqol, hokim yordamchisi, mahalla raisi, Inomjon. Mahallada endi nima gaplar, Inomjon? Endi aholisi qancha qishloq? 5625. 1607 xonadon. Endi qishloq ahlini boshqarish qiyin emasmi, Inomjon? Yo'q, bizda juda hamjihat, birdamlikda maslahatlashamiz. O'zi o'qitish edim. Mahallani Boshqarishga nima deysiz? Deganda, ha bo'ldi, nima bo'lsa yelkadosh bo'lib shu yerda ishlaymiz deb keldik. Xudo xolsa ertaga 1 yil bo'ladi. Endi shu nimaga ishondingiz? Yigitlarga ishondingizmi? butun jamoaga ishondingizmi? Orlarimizni hammasiga ishondim. Ishondingiz. Ishondim. Menga shunchalik ishonch bildirgan ekan, o'shanga ishondim. Mana shular bilan birgalikda, Xudo xolasa, eng yaxshi mahallalardan biri bo'lib Ishlayapsizlar. ishlaymiz. Qishlog'imizda ziraveradigan bo'lsak, chorvachilik, dehqonchilik. Xudoga shukr, mana yurtboshimizni tashabbusi bilan oilaviy tadbirkorlik kreditlari tashkil qilindi. Bunda oilaviy tadbirkorlikda kafil so'ramaydi, zalog so'ramaydi,
oddiy fuqaro kelib to'g'ri kredit oladi. Endi bir savol tug'iladi-da, aholida mol ko'p ekan. Albatta. Bir kredit ham olyaptimi? Albatta, yo'g'i ham bor-da, opa. Yo'g'i bor, chorvachilik qilyapti, yo'g'i olib dehqonchilik qilyapti. Hozir mana xudo xolasa Asadagi xonadoniga boramiz. Bu yerda golobili ko'chatlarni yetishiryapti. Yemalar yetishiryapti. Qishloqda shunday zamonaviy biznesga ham yo'lini qilar ekanda qishloqlar. Shunday, to'g'ri. Endi bo'lmasa o'sha yoqqa boraylik. Bir kelib keting qishlog'imizga. Halinchak deganlardek qishloqqa kelsangiz mana shunday manzaralarga ham duch kelasiz. Zardushtiylik davrida ularning e'tiqodiga ko'ra mana shu halinchakda uchgan odam gunohlari duv etib yerga to'kilgan degan bir rivoyatlar ham bor. Men ham o'sha qishloqqa kelib barcha gunohlarimni to'kib ketay. Meni hamma kuzatib turibdi. Ularni oldiga boraychi, nima gap? Mazza qilib gunohlarni to'kilsin deb halganchakdan ichdingizmi? To'g'risi, mazza qildim. Bizda halganchak deydi. Bu halganchak mana bu Imonqulov Asad aka xonadonidan. Bir yigitga 40 ming oz deb eshitganmiz-da, ilgari. Men ana shu maqolni mana shu aka deb o'ylaman. Bir qarasang taksilik, bir qarasang svarka, payvandlash. Bir qarasang dehqonchilik, yana bir qarasang tomni ustida shifr qolgan bo'ladi. Hamma hunar chiqishi deb o'ylaman, ochiq gap. Qo'ligin inson. Qo'ligul bir yigitga 40 hunar emas, hozir 41 ming hunar bor. 45 ham bo'lib ketdi bu aka. Endi to'g'risini aytsam, Xudoyberdijon hech o'zbekka o'xshamayapti-da. Qishlog'imiz ko'p millatli aholi, bir oila, bir tana bir jon bo'lib yashaydi. Hammasi bir-birini yaxshisini oshirib, yomonni yashirib, bugungi kunda qishlog'imizda o'zbek, qozoq, qirg'iz, tatar va boshqa millatlar kabi Asad akalarimiz ham tatar millatiga mansub. Yon qo'shnim, jon qo'shnim dedik, men yon qo'shnim. Mehnatlarni ko'rsatish uchun olib keldim sizga. Asad akamiz boyaga Dilshod aka aytib o'tgan kasblardan tashqari xalqimiz dasturxoniga siz bilgan qimmatbaho qora golubika o'simligini Asad akamiz qishlog'imizga yetishtirib, yurtimizni ko'plab burchaklariga yetkazib beryapti. Asad akamga munosabat 2024-yil oila tadbirkorligini rivojlantirish dasturi asosida 30 ming kredit evaziga golubika ko'chatlarini uyda mana yetkazib, o'sha vaqt ko'chat edi mana hosilga kirdi o'tgan yili. Hozir 150 taga ko'rdik, hozir 200 taga borib qoldi. O'zidan ko'paytirdik, yana oldik. Endi mana eshitdimki, Asad aka boshqa Zarbdor tumanlariga ham o'rgatyapsiz ekan. Shunaqa. Zarbdor tumanida yaxshi natija ko'rsatganligi uchun, yaxshi eksport boyagi bozorga yetkazib bergani uchun, natija ko'rsatgani uchun ishonch bildirib Asad aka va oilasi Gulmiranga bor. Birgalikda o'sha Zarbdordagi plantatsiyani yuritadi o'zlari boshqa. Narada qulpini ham erishtiryapti bizda. Limonlari bor bu kishimizning, akamizning. Bedanachiligimiz ham bor. Shuni aytadi-da, tashqi ko'rinishiga qarab baho berma deydi. Ichiga kirib ko'rish kerak. Men ham ichiga kirib olay. Bular Gul opam bilan birga kirasiz. Bu asosan salqinsevar o'simlik. Belarusiyada keltirilgan va O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan. O'tgan yili 500 gramm, 600 gramm atrofida hosil olganmiz. Bu yil 1,5 kilo, 1,5 kilo atrofida chamalab turibmiz. Bu yerda hammamiz oilaviy ishlaymiz-da. Qaynota, qaynona, hammamiz bolalar. Buni mehnati og'irmi yoki yengilmi? Endi ozgina bilim va tajriba bo'lsa, Bunga ham innovatsiya kerak-ku. Bilim kerak. Albatta. Endi oldingida shunchaki bilimsiz bir daraxtni ham o'stirib bo'lmay qoldi. Shunday. Nima dedingiz Guli? Shunday. Bizga boshlab kelishimdan maqsad O'rinboyev Nurullo hozirgi kunda oyog'i sal latib tomdan yiqilgan. O'sha sababli xonadonda o'tirib qoldi. Hozir ancha yaxshi bo'lib qoldi. Nurulloning o'zi murojaat qildi menga. Men birga maslahatlashdik. Aka hozir endi imkoniyatim cheklanib qoldi. O'zim ishchi edim dedi. Bekor turibman dedi. Keyin men bu kishiga oilaviy tadbirkorlik imtiyozli pul tavsiya qildim. Bu kishiga ma'qul keldi. Qancha oldi? 50 million so'm bedanachilikka tavsiyanomasini berdim. O'zi mana uddaladi. Bankimiz chiqarib berdi. Hozir mana 3 ming yaqin bedana olib kelib, o'zi mana xonadonda oilasi bilan birgalikda
boshqa tadbirkorligini yo'lga qo'yib, bir oydan oshdi. Kuniga kami 300-400 tuxum olyapmiz deydi. 400 so'mdan o'zlari kelib olib ketyapti ekan. Nasibiga yarasha, qarab mehnatga yarasha. Aha, mahallani foydasi tegdi. Mahallaning foydasi tegdi. Yolg'iz qolganimiz yo'q, maslahatlashib, iloji boricha qo'ldan kelgancha shu imkoniyatimiz darajasida qilyapmiz. Ilgari eshitardik-da, o'zingiz ham eshitgandirsiz. Parranda 7 xazinaning biri deydi-yu. Shunday mana shu Shohsanamda o'zi gapirsa mana oldi-yu. Ertasi kun daromad kirdi-da. Chunki bedana kelgandan tuxum tug'aydi. Alloh o'zi berarkan rizqimizni, Xudoga shukr, kunimiz o'tyapti. Oldimizda hayot, bolalar bor, 4 ta. Berib rizqimizni Alloh. Qayerga topshirasiz? Jizzaxga topshiramiz, o'zlari kelib ketadi. Kirib qilib turay qo'yamiz. Bedana ham topshirasizmi, tuxumni o'zimi? Yo'q, tuxumi, hozirchalik tuxumi. Barakasi, nuroniysi 100 yoshdan oshgan Xo'jam bobo yashaydigan xonadonga olib kiramiz. Haligacha ko'cha parkur edi, u kishi 100 dan oshgan bo'lsa ham ko'chalar. Kecha yaqinda nevaralarni uylantirdi. Yangi kelinchak qo'ldan xurozi choylar ichib. Salom. Qanday yaxshi vaqt bo'ling. Ko'p yashang, baxtli bo'ling. Yashang, baxtli bo'ling. Haqiqiy qishloqni xonadoni. Iloyim baxtli, baxtli bo'ling. Iloyim sog' bo'ling, omon bo'ling. Qarang, aziz tomoshabinlar, uni qo'shni hamma qishloqda bemalol otani ko'rgani kelishimiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Otani yonida o'tirsammi? Assalomu alaykum. Xudoga yo'lda yaxshimisiz? Oldimga o'tiribsan bizga. Assalomu alaykum. Darab tegadi, tegadi. Aha. Ketmaydi. Hozir yaxshilab duo berib bizga. Ha? Umuman hoqqadasin, qadrdasin, ketmasin, keting kim bilmesin. Elimiz yurt tinch bo'lsin, yurtimiz obod bo'lsin. Allohdan boshqadan muhtoj qilmasin. Akranimiz ketsin. Sog' bo'ling, charchamang. Umringiz uzoq bo'lsin. Kelib keting qishlog'imizga. Mahilsaxon, sizni kutaverib o'zlarimiz to'rt bo'ldik. Onajon, 3 soat bo'ldi yo'lga qaraymiz, Mahilsaxon ko'rinarmikan. Yo'lga qaraymiz, Mahilsaxon ko'rinarmikan. Onajon, qishloqlar shunaqa chiroyli ekanki, to'xtab tasvirga olmasak hech bo'lmayapti-da. Daladagi yam-yashil qizg'aldoqlarni, asfalt yo'llarni aytmaysizmi? hamma tomon asfalt bo'lib ketdi. Bolalarning yutug'i bilan, davlatning yordami bilan Prezidentimizga ham katta rahmat, sharoitlar yaratib berdi bizga. Hozir hamma tomon obodlanchilik bo'lyapti. O'zi nima marosim bu? Bu marosim sizning kelishingizga qishlog'imizning mana shu taomlarni, mana shunday dasturxonni ko'rsatib bir maqtanay dedik-da. Juda yomon xursandman tomoshabin. Mana qarang, mahulsa mana bu patirni qarang. Patir nima uchun aylan ekanini bilasizmi? Yo'q. Bilmasangiz bilib qo'ying. Xalqimiz butun bo'lsin, mo'lchilik bo'lsin. Har doim odamlar shunday aql, bir-biriga birikib turadigan bo'lsin deganda, o'rtasiga sariq yog' soladi. Bir-biriga erib, sariq yog'day bir-biriga yoqib, hammasi shu yopishib deydi-da. Oxir paytda ko'g'il mindi qilinadi. 3 ta mana bu oxir mindi qilinadi. Mana bunisi Kulchatoymi? Kulchatay. Kulchatay. Bizdagi nima onajon? Bu ham go'shi bor, ham yog'i bor, ham xamiri bor. Ana endi yana qarqa. Endi onajonlar sal xafa bo'lib ketyapman-da. Yeb ko'rdik. Mana. Qishloqni ham o'zi qadimiyligi farqi bor. Albatta, qishlog'imiz Mahilsaxon 1936 yil tashkil topgan. Salkam 100 yil bo'ldi. Mana shu 100 yil atrofida qishlog'imiz birinchi marta aholilar ko'chib kelgan vaqtida nasldor sovxoz bo'lgan. Mana 90-yillargacha mana shu zotli mollar bilan shug'ullanib kelgan qishlog'imiz. Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich prezidentlikka saylangandan keyin esingizda bo'lsa kerak, birinchi obod qishloq dasturi bo'yicha ishlab chiqdi. Dastur. Ana shu dastur bo'yicha butun respublikamiz bo'yicha bilasiz, tubdan qishloqlar o'zgarib ketdi. Men bir narsaga juda ham qoyil qolaman, prezidentimiz bormagan ovul, bormagan qishloq qolmagan. Mana ko'ryapsiz, salkam 10 yil ichida juda katta o'zgarish bo'ldi qishloqda. Kelib keting
Oxir sport maktabimizga xush kelibsiz. Ko'rdik. Rahmat. Kelganingiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Mana maktabim 2008-yildan 720 o'rindan hozirda 7 kishilar o'quvchi tahsillanmoqda. Bismillahda. Maktabimiz juda ham ko'p. Hozirgi kunda mana o'quvchimiz Madubek odatda olimpiya sport turlaridan paralimpiya sport turidan O'zbekiston chempioni bo'ldi. Keyingi safar kelganingizda jahon chempioni bo'lishga harakat qiladi. Xudo xohlasa paralimpiyaga bormoqchimiz. Paralimpiyaga bormoqchisizlar. Endi o'zim imkoniyati cheklangan bo'lgani bilan ruhiyatimni tushirmay oldinga harakat qilaman. Xudo xohlasa ana bizning sportimiz bo'yicha olimpiadalarga borishga va'da beraman. Prezidentimizga katta rahmat. Kichikmi, kattami yutuqqa erishgan bola shu qishloqni bolasidir. Faxrimiz bizni. Bundan tashqari maktabimizda boshqa sport turlari ham rivojlangan. Masalan, bittasi voleybol oladigan bo'lsa, bolalarimiz 23-yilda ilk o'quvchimiz sovrinlar O'zbekiston chempionatida 3-o'rtoqda viloyat chempionatida doim qatnashamiz. O'sha qatnashish jarayonida yosh toifasi birinchi o'rinda olamiz. Endi kattaroq toifa o'tgandan keyin bolalarni biz qishloqga ko'proq o'qish sohasiga qiziqadiganlar 8-9 o'tgandan keyin kurslarga boradi. Aziz tomoshabinlar, mana hozir Tig'roq qishlog'idamiz. Bu Gulshan qishlog'ini mahalla fuqarolar yig'ini yana bir tarmog'i. Bu yerda o'qituvchilar o'rtasida futbol bo'yicha kasaba uyushmalarining turniri o'tkazilyapti. Men koptokni o'g'irlab keldim, lekin nechta komanda? 12 ta komanda bir-biri bilan bellashyapti. Mana shunaqa istiyopiq sport komplekslari bor. Yana ham chekka qishloqda, aziz tomoshabinlar. Bu yog'ini endi tasvirlarda ko'ring. Kelib keting qishlog'imizga. Siz men jurnalist desam, yaxshi futbolchi ekan. Biroz o'yinni boshlab berdik ustozlar o'yinni. Opa, bu qishloq Gulshan MFIga qaraydigan mahalla fuqarolarga qaraydigan Tig'riq qishlog'i markazida turibmiz hozir. Shabadasiz ekan. Ha, Shabadasi meni o'zi otam bo'lgan qishlog'i. Otam boya Gulshanni markaziga ko'chib borgan. Bu yerda amaklarimiz, og'aynilarimiz, amaklarimiz, qarindoshlarimiz hammasi asosiy joyi shu yerda. Mana ko'rib turgan qishloq Tig'riq maktabi 26-maktab qo'shimcha binolar qurilib, boshqatdan yangi rekonstruksiya qilinyapti. Yopiq stadionlar ko'rganim, yangi asfalt kiritildi hozir. 2 kun oldin sizni keladigan opium budjeti asfaltlarni tezlashtirib yubordi ular. Qishloqda aqli, qoyil, rahmat deymanlarga. Qishloq yana qarang kengliklar ekanda, o'g'illar ham yotgan-dikkan. Bunaqa bu yerda ko'p birga ulanadi, bu yog'i ko'pkarlar ham, hamma o'yin uloqlar saylda shu yerda bo'ladi. Chiroyli joylar bir kelsangiz, lekin bir xonadonga borgim kelyapti-da. Xudo xolasa, bu yerda namunali uylar ko'p, misol qilib ko'rsatadigan. Ketdik. Hozir bittasiga boramiz qani. Endi Tig'riq degan bu qadimgi nomda shu 5 ta aka-uka bo'lgan shu kambag'alroq odam kampir bilan bo'lgandagi boyligini umr oxirida bo'lib berganda bittasiga aytgani boyligim yo'q degan mana kubim degan senga degan 5 kubini bergan. 5 kubiga bergan. Bittasiga bolam boshqa narsa men quruq qozon degan. Ana quruq qozon degan qishloq bor bu yerda. Ha, zominda. Keyin bizlarniki eng kichkina bo'lgan o'shaligida kenja bo'lgan. Shuning uchun bitta eng yomon tirriq tanasi bo'lganda, shu tirriq tana senga degan. Shuning uchun haligi 5 kunliklar bilan bizlar shuni talashamiz. Ular aytadi, amakilar deydi, sizlar tirriq tanan bizdan olib qo'ygansizlar tortishib deydi. Bu hali o'zini boqolmaydi. Shu tananing orqasidan kun ko'rsin deb shunaqangi tariqqa kelib chiqqan. Bilasiz, o'zbekni 92 bog'liq
urug'i deydi, o'zbekning 92 bo'ri o'zbek deydi. Bizda Zomin, Baxmal, Bulung'ur, Samarqand hududlarida asosan bir xil urug' vakillari yashaydi. Biz 100 urug'ining bo'linmasi hisoblanamiz. Biz jo'q deb gapiramiz o'zi asli. Zomin, Baxmal hududlarida biz amakilarimiz yashaydi. 100 urug' vakillari Surxondaryoda yashaydi, Tojikistonda yashaydi. Bu asosan Zominning o'zida 30 dan oshiq urug' vakillari yashaydi. 100, 40, Qanli, Bolg'oli, Quchchi, Nayman, Jaloyer, Turkman. Endi So'loqli ham shu 100 ga yotadi yo 40 ga yotadi degan gaplar bor. Endi tarixni yaxshi biladiganlar bir tarixchilarni olib kelib o'tirib, ularni mehmon qilib Zominda tarixdan gapirtiramiz. Qani biz qayerdan keldik, qayerga ketyapmiz? Ildizimiz qayerda? Shunaqa. Shu biz kishilarni tanishtirsangiz. Hoji akam bo'ladi. Shular bilan yaqin amakilarimiz. Bu kishilar Boyzoqboydan tarqagan, biz Rozoqboydan tarqaganmiz. Rozoqlar, bu kishilar Boyzoqlar. Eng yaqinlarimiz shu kishilar bo'ladi. Ora bugungi kunda oqibat yo'qolyapti deydi-da. Lekin sizlarni ko'rganimda o'sha gaplarni orqaga tashlab yuborgim kelyapti. To'g'rimi? Nima deysiz ona? Mehr oqibat Oqibat yaxshi, Xudoga shukr, bari borishga kelishib olamiz. Bir maraka qilsak aytamiz. Kelib to'rga o'tkazib bir-birimizda borsa, bu kishilarga kelsak, bu kishilar biz to'rga o'tkazadi. Bu kishilar borsa, biz to'rga o'tkazamiz. Shunaqa. Shunisi shukr. Qishlog'imiz juda sof havoli, havosi zo'r, toza havo. Yigitlari ham bir baquvvat, qizlari ham baquvvat. Mana kelinlarimiz ko'ryapsiz, sarxmoyda patirga solib pishirib kelyapti, sigirni qo'lda sog'adi. Patirni kubini qo'lda pishadi. Baquvvat kelinlarimiz. Ishda charchamaydigan kelinlarimiz bor. Faqat kelinlarmi, o'g'illarchi? O'g'illar ishladi. Oilaning daromadi bilan shug'ullanadi, ta'minlab berish bilan kelinlar ro'zg'or xizmat ko'rsatish. Xizmat ko'rsatadi. Xizmat ko'rsatgan kelinlar demak tig'irg'ida ekanda, ha? Noqisaka qishlog'imiz nomidan sizga bugun kelibsiz. Gulshandan gullarni oldik. Sizga hozir qishlog'imizning eng chiroyli ayolni ko'rsatmoqchiman. Bu kishi nima ish qiladi? Bir ko'rmilar. Keyin tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Qishlog'imizning eng chiroyli ayoli. kelibsizlar. Men uchun faqat. Yo'q, hamma uchun. Sizni tabriklayman. Gul siz uchun. Chiroyli ayolga chiroyli gullarni bermasak, men topdim. Aha. Kim ekan? Voliday muhtaramangiz bo'lsa kerak. Onajonim men. Onajonim uy bekasi bo'lgan, faqat farzand tarbiya qilgan, xo'jayiniga xizmat qilgan, otamizga, el-yurtga, o'zini qarindoshlariga, biz tarbiyamiz bilan shug'ullangan uy bekasi bo'lgan. Qani uyga kelamiz dedi. Marhamat. Kiringizlar, marhamat. Kiringizlar. Kiring. Ona siz kerak. Onam sizga aytdim-ku, onamdan tanishiraman deb. Ismlari Sulayho. O'zim endi 9-sinfligimizda otamiz o'tib ketgan. Shu bizlar o'sha paytdan beri bosh bo'lib ko'rgan, orqamizda o'tirgan yosh kishi bo'ladi. Xudo xolasa umrlar uzoq bo'lsin. Sizni Tanishtiray dedim onamni. juda ham yaxshi o'g'il ekanda o'g'lingiz. Nega nomini Xudoyberdi qo'ygansiz? Buni Xudodan tilab olganmiz. 26 yil. Turgan bola bo'lgan bu. Keyin qandaydir shu 88-yil Xudoyberdidan rajog'imdan faxrlanaman. Dadasi o'lgandan keyin bular oilada qiynaldik. Katman chopdi, voy qildi, ustozchilik qildi, hamma ish qildi. Allohimga shukr, 3 ta bolani berdi. Endi yurtdan rahmat eshitdim. Men shu baxtga bolalar dunyo turgancha tursin. Mendan baxtli ayol yo'q. Endi bitta qo'shiqdan ham bo'lsin. Qo'shiq aytishga keladigan bo'lsak endi ancha payt bo'lib ketgan. Hozir endi ovozimiz uncha yo'q. Mayli, ona uchun ayting. Ha, onamiz uchun aytamiz, mayli. Bemor tunlarimda bedorim onam, duolar qildingiz, ochilsin yo'ling. Bemor tunlarimda bedorim onam, duolar qildingiz, ochilsin yo'ling. Yo'llarim ochilib, omad kulgandan, ilohim shu kuni yonimda bo'ling. Yo'llarim ochilib, omad kulgandan, ilohim shu kuni yonimda bo'ling. Faqat qiziqadi. Tanishib olsak. Eng shu bir shaxsiy mashg'ulotlar.
Saltanatni boshqa ekansiz. Gulshanda bu saltanatda ayollar nima edi, malikami yoki kista? Ha. Ayollar nima ishlar qiladi? Qanaqa proshilinglarni ha, band, hammasi bandmi? Hozirgi paytda qiladilar. Qiladilarmi? Boshladi. Xat ish qilar ekanda. Hozir hamma endi ha. Lekin ishlaydi-yu, malikalarda yashasa kerak-da, to'g'rimi? Mana Ko'ring, ber baloqa. Mana erkaklar qancha bo'lsa, ayollar ham shuncha. har tomonlama bizning ayollarimiz zamonaviy desak, tadbirkor desak ham bo'ladi. Tikuvchimiz ham bor, pillachimiz ham bor, pishiriqchimiz ham bor. Hamma tayyorladi doblar. Kelib keting qishlog'imizga. Mahallamizda shunday ayollar borki, ularni qilayotgan ishlari, mehnatlarini ta'riflashga til ojizda Mahmud opa. Bittasi bo'lsa, o'zimizning qishlog'imizning oddiy ayoli Sharifat opa, qo'li gul chevar, quroqchilik bilan shug'ullanadi. Qaraganimizda oddiyga o'xshab ko'ringani bilan, lekin buning uchun ham qanchalik mehnat, buning tag zamirida sabr yotadi-da. Yoshi ulug'roq bo'lganiga qaramasdan shu ishlarni bajarib, uzolayotgan qizlarimizga, uylanayotgan o'g'illarimizning uyiga yostiqlardan, ko'rpalardan tikib, ko'rpachalardan kelmoqda. Bu kishi faqat o'zi emas, bu kishi mahallamiz tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj kelinchaklar 5 nafar qo'lda, o'zining o'quvchisi ham bor. O'shalar bilan o'shalarni ham o'rgatib, ustoz shogird an'anasida shunday ishlar qilmoqda. Endi Sharofat, Quroqchi desa qishloqda hammasi taniydi. Hammasi taniydi bu. Yo unvonmi? Bu obro', unvon. Bitta ayolga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasi jamlashgan bizning martabamiz. Men 86-yildan beri shu ish bilan shug'ullanaman. Avvallari to'liq qizlarning sep yostiqlarini qilardim. Unda 5 komplettlab yostiq bo'lardi, shuni qilardim. Keyin hozir yostiq pichi sal anodan qoldi. Modadan. Tamam ko'rpaga o'tib ketdi. Yana men uzoqdan kelinlar kelganman. Xorazmdan, Samarqanddan kelinlar olib kelganman. Nega unday bo'lgan? Bolalarim sevganda. Xorazmcha tuxum barak. Hamma narsa qiladi. Mehmonlarga qilib beradi. Hamma narsaga ustasi faran kelinlar. Hech kelinlardan nolish yo'q. O'zimga qo'shilib buni hozir uyda kelinman qiladi. Menga yordam beradi vaqti bilan. O'zi chenigimda ham bor ichida bitta. Ha. Chunki 30 ga to'lmaganlar deyapti-da, kelin 30 ga to'lmagan. Uni ham shogird qilib. Uni ham shogird qilib. Urishasizmi? Boshqa o'quvchilar qatori inina ishlash bilmasa? Yo'q, hozir urishadigan zamon o'tib ketgan-ku. Mahmud opa, men she'r yozib turaman. Qishloqning ishlari tugamaydi hech. Biri-biriga ketar ularni xo'roz qichqiradi, uyg'onar kelin, so'ng ufuk yorishar nurga belanib. Uzoq maraqalar cho'zib zorlanib, qongacha onasi qolar sog'inib, sigir yelini erkalab tortar, qatiqni kuviga solar shoshilib. Yigitlar yo'l olar qo'lida ketmon, haykallar, g'o'zalar kutadi intiq, ertadan shomgacha parvarish qilib, peshona terini etadi tortib. Hayxotday hovliga sepilganda suv, tuproqning hidiga to'yinar havo, rayhonlar ifori gurkirab ketar, vujdingga singiday ruhingga davo. Supurgi silagan zaminning yuzi, jilmayib kelinga beradi salom, ro'zg'orning yumushini bitirgan sayin yorishib boradi go'yoki olam. Osuda tun qo'ndi, oromda har jon, beshikda chaqaloq ham kelib bedor, beshikni tebratgan ona ko'zida cho'qmas, jilmayib turibdi bahor. Ring tashvishi tugamaydi. Gulshanliklar gulga ochilib yuradimi ona? Ha, Gulshan bekorga Gulshan deb qo'yibdi-ku. Nomimiz Gulshan deb qo'yibdi, shuni gul yonib yuramizda. Biz onaxonlar ham buyjonlarmiz. Mahalla buyjonlarimiz. Asos ko'ylak kiyganimiz o'z-o'zimizni yaxshi ko'rib, xalikni bo'yniga olmay, yosh bo'lishni yuribmiz. Mana yoshimiz 60 dan oshib, masalan 70-80 ga kirganlarimiz ham bor, lekin mana shunday yurishlarimiz juda ham yaxshi. Mana shu onaxonlarimiz qayerda bayram bo'lsa, qayerda tadbir bo'lsa, hamisha shaymiz. Birinchi o'rinda. Goh to'ydamiz, goh uydamiz. Goh to'ydamiz, goh uydamiz, kelishida uydamiz. Davrimiz ketdi, tarqab kelajakka yo'ldamiz. Goh to'ydamiz, goh uydamiz, kelishida uydamiz.
uydamiz, yel ishida uydamiz. Davrig'imiz ketdi, tarqab kelajakka yo'ldamiz. Davrig'imiz ketdi, tarqab kelajakka yo'ldamiz. Buni shu qishloqda momalari hech ish qilmasdan faqat goh to'ydamiz, goh Isham qilamiz qizim. Isham qilamiz, nevaralarga qaraymiz. O'ynaymiz, kulamiz, yuramiz. Olacha jumbaroqda o'xshatamiz, gilamlarni to'qiymiz. Kelinlarimiz ham qizlarimiz hammamiz yaxshi kelinlarimiz. Qoshlaringizga o'sma qo'ymabsiz oyijonim. Bugun qoshlarga qo'yib surmalarni qo'yib yaxshilab keldingiz. Kelinlarimiz juda ham yaxshi. Men shu mahallaning o'zini qizlari. Qizlarimiz maktabda hali tugatmasidan shunaqangi endi yog'ilib keladi sovchilar. Qo'shni mahallalarimizda hali shu maktab ostonasidan chiqmay qizlarimizga talash bo'lib turadi. Bu maqtanish emas, mana guvohi. lekin erta turmushga bermaysizlar. Yo'q. Hammasi oliygohlarga o'qiyapti. Byudjetlarda o'qiyapti. 57 nafar bitiruvchimiz, o'shandan 30dan oshig'i, bu 50% dan ham yuqori foiz beryaptilar. Oliy ta'limlarda mana hozir Javlon urib o'qiyapti. Bizning mahallamiz ayollari ham, yigitlari ham shunday tushungan, o'qimishli, hammasi Allohning. Endi men eshitdim, hamma deyarli ota-bobolari har yoqdan kelgan bo'lsa ham qishloqda birlashgan qishloq ekanda. Bo'lmasa birlashib, chetga o'tirib bir o'yin kulgi qilmaymizmi? Yo'q. Ketdik bo'lmasa. Ketdik. Zomin tumanidagi mana shu Gulshan qishlog'iga onalar ozor bilan kelmadimmi? Yo'q. Yaxshilik bilan keldimmi? Mana o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Gulshan qishlog'iga kelib, to'g'risini aytsam o'zim ham yayradim. Yasharibmanmi? Aziz tomoshabinlar, siz ham men kabi yashamoqchi bo'lsangiz, yashnamoqchi bo'lsangiz, boringki, yashamoqchi bo'lsangiz, Gulshan qishlog'iga keling. To'g'rimi? Har kimga aziz tug'ilgan joyi, tog'lari bog'i, tuprog'i loyi. Mening qishlog'im, ota makanim, endi boshqacha uning chiroyi.
chiroyi. Siz ham jo'r bo'ling ardog'imizga, bir kelib keting qishlog'imizga. Siz ham jo'r bo'ling ardog'imizga, mehmon bo'lib keling qishlog'imizga. Bir kelib keting qishlog'imizga.